Meringli yuguriklarni ham yaxshi quritib beradi, ya'ni o'rnini qoldirmaydi. Siqishga hojat yo'q-da. Холодный plazma muolajasi nima qilib beradi? Холодный plazma muolajasini siz bemalol pilinglarning effektini va yuzingizni yosharish, hatto ajinlarni ketishishi o'rniga qilsangiz bo'ladi. Bu muolajani bemalol bahor, yoz, kuz hamma faslda qilsangiz bo'ladi, faqat yaxshi mutaxassisda. Bu apparatdan noto'g'ri olib qo'ysangiz, bu apparatdan побочный effekt, ya'ni dog' tushirib berish holati kuzatiladi. Холодный plazmada mana shu bitta ruchka yordamida siz bemalol yosharib, yuzingiz tiniqlashib, ugri va undan qolgan dog'lardan xalos bo'lishingiz mumkin. Bu muolaja o'zi 30 xil teri kasalliklariga bemalol qilinadi. Ya'ni ugrilarga, undan qolgan dog', har xil teri kasalliklarida, hattoki terlash muammolarida va soch to'kilish muammolarida ham har xil o'zini impulslari bor va o'sha impulsda qilinadi. Biz hozir холодный plazma muolajasini ugri va undan qolgan dog'lar uchun qilamiz.